Ichki ishlar vazirligi Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida To'rtko'l Miskin temir yo'l yo'nalishidagi giyohvandlik moddasi bilan bog'liq noqonuniy holat fosh etildi. Tadbir davomida fuqaro xolislar ishtirokida to'xtatilib tekshirilganda, uning shimining o'ng cho'ntagidan 2 bo'lak oq qog'ozga o'ralgan sof og'irligi 0,124 gram bo'lgan geroin giyohvandlik moddasi aniqlanib, belgilangan tartibda rasmiylashtirib olindi. Tergov harakatlari davomida ushlangan fuqaro shaxsini sir saqlashini so'rab murojaat qilgan hamda To'rtko'l tumanida yashovchi shaxs muntazam ravishda giyohvandlik moddalarini yashirincha tarqatib sotib yurayotganini ma'lum qilgan. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida 1968-yilda tug'ilgan fuqaro shartli xaridorga 200 ming so'm evaziga giyohvandlik moddasini sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, gumonlanuvchining yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda, hojatxona ichida yashirilgan oq rangli idishdan jami 8 dona qadoqlangan giyohvandlik moddasiga o'xshash vositalar aniqlanib, xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.